Men unga nafaqat o'z klanini o'ldirishni aytgandim, balki qo'yin sifatida ayblovni olishini ham. Itachi yoshlik chog'idanoq ajdodlarimiz xotirasini juda qadrlardi. U bizni qishlog'imiz o'tmishi va shinobilarni tushuna oladigan yagona mehribon inson edi. Ehtimol shu tufayli Itachi o'z klani bilan uncha yaqin bo'lmagandir. U nafaqat qishlog'ini, balki shinobilar kelajagini ham oldindan ko'ra olardi. Va unda doim bu kelajakka nisbatan yomon tuyg'ular bor edi. 7 yoshdayoq u xuddi Hokagelar kabi fikrlardi. Biz Itachiga ishongan edik va u hammasini qoyil maqom darajada amalga oshirdi. U o'z klanidan hammani o'ldirdi. Bu bilan qo'zg'olonni to'xtatdi va yolg'iz o'zi yaqinlashib kelayotgan urushni oldini oldi. U hattoki Akatsukiga ayg'oqchilik qilish uchun qo'shildi. U bularni hammasiga faqatgina bir shart bilan rozi bo'ldi. Men uni ukasini himoya qilishligim uchun.